have to ask you. Truth or dare? Truth. That's not how this works. Only the game decides. Film mahalliy do'konlarning birida boshlanadi. Yosh qiz kerakli mahsulotlarni sotib olayotgan paytda do'kon sotuvchisi undan haqiqat yoki jasorat deb so'raydi. Dastlab qiz bu o'yinda ishtirok etishni istamaydi, ammo qandaydir kuch uni bunga majbur qiladi. U benzin idishini olib, qizning ustiga sepadi va buni qilishim kerak deydi. Shundan keyin ayolga o't qo'yadi. Alanga bir lahzada ayolning butun tanasini qoplaydi. Xo'sh, bu dahshatli voqeaga o'zi nima sabab bo'lgan? Keyingi sahna Olivia ismli qiz haqida. U YouTube'ga videolar tayyorlaydigan mashhur kontent yaratuvchisi edi. Bir kuni Olivia ish bilan band bo'lib turganida, uning yaqin dugonasi Marke uni ko'rgani keladi. Bitiruv yaqinlashayotgani sababli Marke bahorgi ta'tilni so'nggi marta birgalikda Meksikada o'tkazishni taklif qiladi. Olivia avvaliga bu taklifni rad etmoqchi bo'ladi, ammo ko'p o'tmay ularning dugonasi Penelope sevgilisi Tyson bilan keladi va barchasi birgalikda Oliviani ham sayohatga borishga ko'ndirishadi. Shu payt pastda yana bir do'stlari Brett hamda Markening yigiti Lucas ularni kutib turishgan bo'ladi. Hamma bu fikrga rozi bo'lgach, ular sayohatga yo'l olishadi. Meksikadagi ta'til davomida ular turli joylarni aylanib, maroqli vaqt o'tkazishadi. Sayohatning so'nggi oqshomida esa raqs kechasiga borishga qaror qilishadi. O'sha yerda Olivia kursdoshi Roni bilan uchrashadi. Roni u bilan suhbatlashishga urinadi, ammo Olivia unga deyarli e'tibor bermaydi. Shu payt Carter ismli notanish yigit aralashadi va Roni ortga chekinishga majbur bo'ladi. Shundan so'ng Olivia va Carter suhbatlashishni boshlashadi. Ular tezda bir-birlariga yaqinlashib, uzoq vaqt gaplashib o'tirishadi. Suhbat tugaguniga qadar qolgan do'stlari ancha charchab, mehmonxonaga qaytishga tayyor bo'lishadi. Ayni ketish arafasida Carter yaqin atrofda juda qiziqarli bir joy borligini aytadi. So'nggi oqshomni yanada esda qolarli o'tkazishni istagan do'stlar uning ortidan borishadi. Carter ularni tashlandiq bir cherkovga olib boradi. Cherkov ichiga kirgach, Olivia yolg'iz o'z ichkarini ko'zdan kechira boshlaydi. Shu payt u yerda sochilib yotgan eski suratlarni ko'rib qoladi. Avvaliga bunga unchalik ahamiyat bermay ularning rasmini oladi, ammo biroz narida yana shunday suratlar uyumiga ko'zi tushadi. Atrofni ko'zdan kechirayotgan paytda u tasodifan shisha idishni ag'darib yuboradi. Idish sinishi bilan ichkariga o'ta badbo'y hid tarqaladi. Olivia tashqariga chiqishga urinayotgan paytda kutilmaganda Roni paydo bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, u boshidan beri Oliviani yashirincha kuzatib yurgan. Ular yana qolgan do'stlari bilan uchrashadi va ortga qaytishga hozirlik ko'rishadi. Ammo aynan shu paytda Carter ularni to'xtatadi. U hammaga haqiqat yoki jasorat o'yinini o'ynashni taklif qiladi. Carter bu bir-birlarini yanada yaxshiroq tanib olish uchun ajoyib imkoniyat ekanini aytadi. Bu taklif barchaga qiziq tuyuladi va ular bunga rozi bo'lishadi. O'yin Oliviadan boshlanadi. Keyin navbati bilan qolganlar ham o'z tanlovlarini qilishadi. Nihoyat navbat Carterga keladi. U haqiqatni tanlaydi. Shunda Penelope undan Oliviaga nisbatan asl maqsadi nima ekanini so'raydi. Carter hech narsani yashirmay haqiqatni aytadi. Unga shunchaki mashhur va ko'p do'stlari bor odam kerak bo'lganini, Oliviani esa aynan shu sababli bu yerga olib kelganini aytadi. Bu ishlarning barchasini esa faqat o'z jonini saqlab qolish uchun qilganini tan oladi. Hamma hayratdan nima deyishni ham bilmay turgan paytda Carter o'rnidan turib cherkovni tark etadi. Olivia uning ortidan yugurib, nima bo'layotganini tushuntirishni talab qiladi. Shunda Carter dahshatli haqiqatni ochib beradi. Uning aytishicha, haqiqat yoki jasorat oddiy o'yin emas, balki haqiqiy la'natlangan o'yin edi. Bir marta bu o'yinga kirgan odam ortga qayta olmaydi. Kimga haqiqat yoki jasorat navbati kelsa, u albatta tanlaganini bajarishi shart. Agar kimdir yolg'on gapirsa yoki berilgan vazifani bajarishdan bosh tortsa, uning jazosi faqat bitta, o'lim. Shu so'zlarni aytgach Carter voqea joyidan qochib ketadi. Olivia cherkov ichiga qaytganida esa do'stlarining hech biri ko'rinmaydi. Birdan u ortiga o'giriladi va barcha do'stlarini qotib qolgan, bo'sh va qo'rqinchli nigoh bilan o'ziga tikilib turgan holda ko'radi. Lekin Lucas uning yelkasiga qo'l tekkizishi bilan hammasi birdaniga yo'qoladi. Shunda Olivia hozirgina ko'rgan dahshatli manzara aslida gallyutsinatsiya bo'lganini tushunadi. Carterni aqldan ozgan odam deb o'ylagan guruh
cherkovni birgalikda tark etishga qaror qilishadi. Uyga qaytgan Olivia esa g'alati hodisalarga duch kela boshlaydi. Avval haqiqat yoki jasorat degan yozuv stolga o'yib yozilganini ko'radi. Oradan ko'p o'tmay xuddi shu yozuv reklama varaqasida, keyin esa mashinasining eshigida ham paydo bo'ladi. Olivia ortiga qaraganida esa Ronini ko'rib qoladi. Bu ishlarning barchasini u qilgan deb o'ylab, Roniga e'tiroz bildiradi. Ammo Roni bular haqida hech narsa bilmasligini aytadi va hatto mashinada hech qanday yozuv yo'qligini ta'kidlaydi. Shunga qaramay, Olivia unga ishonmaydi. U Markeyni topishga qaror qilib o'qishga yo'l oladi. Kutubxonada yurganida esa noma'lum qiz unga qarab, haqiqat yoki jasorat deb so'raydi. Olivia javob bermagach, atrofdagi barcha talabalar uni qurshab ola boshlaydi. Bosim ostida qolgan Olivia oxiri haqiqatni tanlashga majbur bo'ladi. Ular Oliviadan Markeydan yashirib yurgan sirini aytishni talab qiladi. Olivia o'zini to'xtata olmay, Markey Lukasga xiyonat qilayotganini aytib yuboradi. Bu paytda Markey ham, Lukas ham shu yerda edi. Buni eshitgan Lukas jahli chiqib ketib qoladi. Markey esa uning ortidan yuguradi. Shu payt Roni barda bir qiz bilan tanishishga urinayotgandi. To'satdan qiz undan haqiqat yoki jasorat deb so'raydi. Roni buni hazil deb o'ylab jasoratni tanlaydi. Qiz unga bilyard stoli ustiga chiqib, ustidagi kiyimlarini yechishni buyuradi. Roni buyruqni bajarishga kirishishi bilan bardagi hamma uning ustidan kulib yuboradi. Roni bundan g'azablanib ketishga urinadi, ammo ko'rinmas qandaydir kuch uni itarib yuboradi. U yiqilib, bo'ynini sindirib oladi va voqea joyida halok bo'ladi. Olivia va uning do'stlari bu dahshatli voqeani jonli efir orqali tomosha qilayotgandi. Shunda Olivia Carterning aytganlari rost ekanini tushunadi. Vaziyatning naqadar xavfli ekanini anglagan Olivia do'stlariga bu o'yinda Carterning aytgan qoidalariga amal qilishlari shartligini tushuntirishga harakat qiladi, ammo afsuski hech kim unga ishonmaydi. Kutubxonadagi voqeadan keyin hali ham jahli chiqib yurgan Lukas ham keladi. Olivia unga hammasini tushuntirishga urinadi, ammo Lukas uning gaplarini jiddiy qabul qilmay indamay ketib qoladi. Ko'chada ketayotib, u devordagi haqiqat yoki jasorat degan grafiti oldida to'xtaydi. Shu zahoti qo'lida kuchli achishish paydo bo'ladi va bu so'zlar xuddi terisiga kuydirib yozilgandek iz qoldiradi. Shundan keyin Lukas darhol Oliviaga qo'ng'iroq qilib, endi o'yinning haqiqiy ekaniga ishonganini aytadi. Suhbat davomida u haqiqatni tanlagani uchun Oliviaga nisbatan his-tuyg'ularini ham yashirmay tan oladi. Ikkalasi qolganlarni ham bu xavf haqida ogohlantirishi kerak degan qarorga kelishadi. Ko'p o'tmay butun guruh yana yig'iladi. Eng oxirida Markey ham yetib keladi. Olivia fursatdan foydalanib, sodir bo'lgan barcha voqealarni batafsil tushuntirib beradi. Markey avvaliga ishonmaydi, ammo shu payt uning telefoni jiringlaydi. Olivia undan xabarni ochishini so'raydi. Xabarda uni haqiqat yoki jasorat o'yinini davom ettirishga chaqirishgandi. Markey esa jasoratni tanlaydi. Vazifa esa Olivia'ni qo'lini sindirish edi. Olivia vazifani bajarishi uchun Markeyga bolg'ani o'zi uzatadi. Markey hali ham undan xafa bo'lsa-da, bunday ishni qilishga jur'at eta olmay ikkilanadi. Shunda Olivia ataylab, uning otasi haqida og'ir gap aytib, uni jahlini chiqaradi. G'azablangan Markey bolg'ani ko'tarib, Olivianing qo'liga qattiq zarba beradi va qo'lini sindiradi. Do'stlari esa zudlik bilan Olivia'ni shifoxonaga olib borishadi. Shu payt Brett qabul bo'limida kutib turganida uning otasi keladi. Oddiy suhbat boshlanishidan oldin u ham haqiqat yoki jasorat deb so'raydi. Brett keyinchalik do'stlariga haqiqatni tanlagani uchun otasiga o'zining yashirib kelgan sirini aytishga majbur bo'lganini tan oladi. Shundan keyin ular navbat Taysonga kelganini tushunishadi va uni topish uchun yo'lga chiqishadi. Bu orada Tayson tibbiyot o'qishiga kirish uchun suhbatdan o'tayotgandi. To'satdan suhbat o'tkazayotgan ayol undan haqiqat yoki jasorat deb so'raydi. Tayson haqiqatni tanlaydi. Ayol esa undan qancha vaqtdan beri ro'yxatlarni qalbakilashtirib kelayotganini so'raydi. Tayson bunday ish qilmaganini aytishga urinadi, ammo birdan ko'zlari bo'shashib, xuddi o'zini boshqara olmay qolgandek bo'ladi. U stol ustidagi qalamni olib, uni o'z ko'ziga sanchadi, ammo bu ham uni o'ldirmaydi. Shundan keyin u gandiraklab, devor tomonga yuradi va boshini qayta-qayta devorga urishni boshlaydi. Oxir oqibat olgan og'ir jarohati sababli u ham dahshatli tarzda halok bo'ladi.
Qolgan do'stlar dahshat ichida eshik tagidan qon oqib chiqayotganini ko'rishadi. Bu la'natlangan o'yinga barham berish yo'lini topish umidida ular internetdan ma'lumot qidira boshlaydi. Marke internetda bir maqolani topadi. Unda bir qiz yoqilg'i quyish shoxobchasida begona ayolning ustiga benzin sepib, uni yoqib yuborgani haqida yozilgandi. Olivia esa o'sha qizning ijtimoiy tarmog'idagi sahifasini topadi. Qizning ismi Jizel bo'lib, suratlardan birida u Carter bilan birga tushgani ko'rinadi. Bu Carterning sirini ochishga yordam berishi mumkinligini anglagan Olivia Jizelga uchrashni so'rab xabar yuboradi. Shu payt Penelope hojatxonada turganida oynadagi aksi undan haqiqat yoki jasorat deb so'raydi. Penelope haqiqatni tanlaydi, ammo aksi bunga javoban bu safar bunday tanlov qilishi mumkin emasligini aytadi, chunki o'yinning qoidasiga ko'ra ketma-ket 2 marta haqiqatni tanlagan bo'lsa, navbatdagisi albatta jasoratni tanlashi kerak edi. Oradan ko'p o'tmay Olivia nimadir noto'g'ri ketayotganini sezib barchani ogohlantiradi. Do'stlari tashqariga yugurib chiqishsa, Penelope ko'p qavatli bino tomining chekkasida turardi. Unga berilgan vazifa tom chetida turib, bir shisha spirtli ichimlikni ichish edi. Do'stlari uni qutqarish uchun shoshilib pastga matraslar tashlay boshlaydi. Lukas esa tomga chiqib, Penelope'ga yordam berishga harakat qiladi, ammo matraslarni olib o'tayotganida yo'llarini qulflangan darvoza to'sib qo'yadi. Olivia bir soniya ham ikkilanmay mashinani darvozaga urib uni buzib o'tadi. Penelope ichimlikni ichib olgach, mastlik va holsizlikdan muvozanatini yo'qotib pastga qulaydi. Yaxshiyamki, pastdagi matraslar uning yiqilishini yumshatib, hayotini saqlab qoladi. Xuddi shu payt Olivia Jizeldan manzili yozilgan xabar oladi. Guruh darhol uning oldiga yo'l oladi. Ular Jizelni holdan toygan, ko'zlari ichiga botgan va mutlaqo umidsiz ahvolda uchratishadi. Jizel boshidan o'tgan voqealarni aytib beradi. Uning so'zlariga ko'ra, ular ham bir vaqtlar Carterning o'zi bilan o'sha cherkovga kirib shunchaki hazil tariqasida haqiqat yoki jasoratni o'ynashgan. O'yinni qiziqarliroq qilish uchun o'zlari qo'shimcha qoida o'ylab topishgan. Agar ketma-ket 2 marta haqiqatni tanlasa, keyingi safar majburan jasoratni tanlash kerak edi. Ko'p o'tmay Carter cherkov ichidagi buyumlarni sindira boshlaydi va shundan keyin hammasi izdan chiqadi. Ular cherkovni tark etishadi, ammo o'yin ularning ortidan ergashib keladi. Birin-ketin barcha do'stlari dahshatli tarzda halok bo'ladi. Oxir-oqibat faqat Jizel va Carter tirik qoladi. Keyinroq Carter la'natni boshqalarga yuqtirish uchun yangi qurbonlar izlab ketadi va Jizel uni boshqa ko'rmagan. Jizel faqat bitta sabab tufayli hanuz tirik ekanini tan oladi. U aytadiki, yangi odamlarni o'yinga qo'shishgina meni tirik ushlab turdi. Agar Carter ko'proq odam topganida edi, navbat menga bunchalik tez kelmagan bo'lardi. Bu gaplarni eshitgan Olivia dahshatga tushadi. Jizel voqealarni hikoya qilayotgan paytda Olivia uni xatti-harakatlari haqiqat tanlovi tufayli sodir bo'layotganini sezadi, ammo Jizel javob bermaydi. U faqat tinmay "kechir" deb takrorlayveradi. To'satdan u to'ppancha chiqarib Oliviaga qaratadi. Shu zahoti Penelope o'zini Olivianing oldiga tashlab, o'qni o'z tanasi bilan to'sadi va voqea joyida halok bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, Jizelga Oliviani otib tashla degan jasorat vazifasi berilgandi, ammo bu vazifani to'liq bajara olmagani uchun la'nat uni butunlay egallab oladi. Shundan so'ng u qurolni o'ziga qaratib, o'z joniga qasd qiladi. Keyinroq Olivia uyga qaytgach, xonasida g'alati ovozlarni eshitadi. Shu payt o'yin ta'siriga tushgan noma'lum erkak paydo bo'lib, undan haqiqat yoki jasorat deb so'raydi. Olivia bu safar jasoratni tanlaydi. Vazifa esa Lukas bilan birga bo'lish edi. Yuqori qavatdan shovqinni eshitgan Lukas va Marke darhol tepaga yugurib chiqishadi. Lukas noma'lum odamni ushlashga harakat qiladi, ammo uni ko'zdan yo'qotadi. Olivia o'ziga qanday vazifa berilganini aytgach, Marke undan nega haqiqatni tanlamading deb so'raydi. Olivia esa bu qarorni aynan Markeni himoya qilish uchun qilganini aytadi. Shundan so'ng Olivia va Lukas xonada yolg'iz qolishadi. Olivia Lukasga haqiqatni tanlashdan qo'rqayotganini aytadi, chunki aytishi kerak bo'lgan sir Markega juda qattiq og'riq berishi mumkin edi. Shundan keyin ular o'yinning talabiga bo'ysunib, berilgan jasorat vazifasini bajarishadi. Bu paytda Marke yolg'iz o'tirib, bo'lib o'tgan voqealarni o'ylab qayg'urayotgandi.
Keyinchalik Olivia va Lukas cherkov tarixini o'rganishni davom ettirishadi va bu joyda bir vaqtlar dahshatli qirg'in sodir bo'lganini bilib olishadi. O'sha voqeadan faqat bitta rohiba tirik qolgan bo'lib, uning ismi Inez Reyes edi. Eng hayratlanarlisi, u hanuzgacha tirik va yaqin atrofda yashayotgandi. U darhol Inezni topish uchun yo'lga chiqishadi. Eshikni yosh qiz ochadi va Inez uning buvisi ekanini aytadi. Avvaliga ularni uyga kiritishni istamaydi, ammo Olivia suratlarni ko'rsatgach, fikrini o'zgartirib ichkariga taklif qiladi. Ma'lum bo'lishicha, Inez so'nggi 50 yildan beri gapirmasdi. U savollarga faqat qog'ozga yozib javob beradi. Olivia esa yozilganlarni ovoz chiqarib o'qiydi. Yozuvlarda aytilishicha, Kalax ismli jin asrlar davomida shu cherkovda qamalib yotgan, ammo bir rohiba bilmagan holda uni ozod qilib yuborgan va natijada cherkovdagi deyarli hamma dahshatli tarzda qirib tashlangan. Olivia Inez qanday qilib omon qolganini so'raganida, Inez Lukasga yana bir yozuv uzatadi. Unda jinni ozod qilgan odamgina uni yana qamab qo'yishi mumkinligi yozilgandi. Buning uchun maxsus duoni 7 marta o'qish, qurbonlikni shisha idishga solish va og'zini mum bilan muhrlash kerak bo'ladi. Inez qurbonlik nima ekanini ham aytadi. Bu uning o'z tili edi. Chunki jinni ozod qilgan o'sha rohiba aynan Inezning o'zi edi. Uyga qaytgach, Olivia va Lukas marosim matnini Bredga ham ko'rsatishadi. Uni o'qib chiqishgach, barchasi Carterni topishlari kerakligini tushunishadi, chunki shishani ilk bor aynan u sindirgandi. Ammo ular yo'lga chiqishga ulgurmay, Bredning otasi uyga keladi. Bred otasi bilan tashqariga chiqadi. Shu zahoti politsiya ratsiyasidan haqiqat yoki jasorat degan savol eshitiladi. Olivia va Lukas allaqachon haqiqatni tanlaganlari sababli Bredning boshqa iloji qolmaydi va jasoratni tanlaydi. O'yin unga otasining xizmat qurolini olib, uni o'z hayoti uchun yolvorishga majbur qilishni buyuradi. Qo'rquv ichida qolgan Bred buyruqni bajaradi, ammo aynan shu paytda boshqa bir politsiyachi voqeani ko'rib qoladi va Bredni orqasidan otib tashlaydi. Olivia va Lukas yetib kelishganida esa juda kech bo'lgandi. Do'stlari Brent Ketin halok bo'layotgani sababli Olivia detektiv tomonidan so'roq qilinadi. Shu yerda u dahshatli haqiqatni bilib oladi. Endi tirik qolganlar atigi 4 kishi edi. Olivia 4-odam kim ekanini so'raganida, uni Carter ekanini eshitib hayratda qoladi. Detektiv bir lahzaga boshqa tomonga qaraganida, Olivia yashirincha Carterning manzili yozilgan hujjatni suratga oladi. Keyinchalik ular Carterning uyiga borishadi. Lukas eshikni tepib ochadi. Olivia Carterni cherkovga qaytishga va bu dahshatlarni tugatishga majbur qiladi. Ammo Carter o'yin Oliviadan foydalanib, uni tuzoqqa tushirmoqchi deb o'ylaydi va hech ikkilanmay hujum qiladi. Shunda Olivia qurol chiqarib uni to'xtatadi. Ular Carterni majburan cherkovga olib kelishadi. Olivia unga marosim matnini berib, uni 7 marta o'qishni buyuradi. Carter birinchi jumlani o'qishi bilan yer qattiq silkinadi. Cherkov esa qulay boshlaydi. Olivia unga davom etishini aytadi, ammo Carter birdan Lukasga qarab, haqiqat yoki jasorat deb so'raydi. Lukas jasoratni tanlaydi. O'yin unga Olivia yoki Markiyeni o'ldirishni buyuradi. Ammo Lukas ikkalasiga ham zarar yetkazishni istamay, ortiga burilib ketadi. Carter esa marosimni oxirigacha o'qib bo'ladi. Olivia unga pichoqni olib, tilini kesib tashlashni buyuradi. Carter esa ikkilanib qoladi. Shu payt jin Lukasning tanasini egallab oladi. U xuddi ip bilan boshqarilayotgan qo'g'irchoqdek Carter tomon yura boshlaydi. Markiya yugurib kelib Lukasni yerga yiqitadi. Carter fursatdan foydalanib pichoqni oladi va marosimini yakunlamoqchi bo'ladi, ammo jin butunlay ozod bo'lib, Carterni pichoqlab o'ldiradi. So'ng Lukasning ham tomog'ini kesib tashlaydi. Dugonalar dahshatdan qotib qolgan holda ularning jasadlariga tikilib turishadi. Birdan o'lib yotgan Lukas sekin boshini ko'tarib Markiyaga qaraydi va haqiqat yoki jasorat deydi. Olivia Markiyaga jasoratni tanlashini, ammo berilgan vazifani bajarmaslikni maslahat beradi. Markiya jasoratni tanlaydi. Jin unga Oliviani otib tashlashni buyuradi. Markiya rad etgach, jin uning tanasini egallab oladi va qurolni ko'tarib Oliviani otib tashlaydi. Lekin Olivia oxirgi lahzada o'qni chetga burishga muvaffaq bo'ladi. Shunda Olivia jinning ko'ziga tik qarab, haqiqatmi yoki jasorat deb so'raydi.
Ma'lum bo'lishicha, o'yin qoidalari jinning o'ziga ham ta'sir qilardi. Jin haqiqatni tanlaydi. Olivia jindan bu la'natni qanday tugatishi mumkinligini so'raydi. Jin esa buni iloji yo'qligini aytadi. Faqat Cartergina o'yinni to'xtata olardi, ammo u endi o'lik. Demak, o'yindagi ishtirokchilardan hech bo'lmaganda bittasi tirik ekan, bu la'nat hech qachon tugamaydi. Shu so'zlardan keyin jin g'oyib bo'ladi. Shunda Olivia oxirgi chorani tanlaydi. U kamerani olib, boshidan kechirgan barcha voqealarni, o'yinning barcha qoidalarini va ogohlantirishlarini yozib oladi. So'ng videoni YouTube ga yuklaydi va tomoshabinlarga qarab shunday deydi: haqiqat yoki jasorat. Aynan shu 3 ta so'z orqali u videoni ko'rgan barcha odamlarni o'yinga tortadi va shu tariqa o'zi hamda Markey uchun yana biroz vaqt yutib oladi. Film shu yerda yakunlanadi. Qiziqarli kino sharhlarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr.